Shri Lankani 10-0 hisobda taslim qildi. Bu esa hamda Nepal bu turda o'ziga tegishli bo'lgan natijani qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor, bunga ishonish biroz qiyin. Shri Lanka Nepalni yutib, O'zbekiston Laosga yengilishi. Shunda barcha jamoalarda 3 tadan ochko bo'ladi va 3-tur haqiqiy 2 ta o'yinda ham final bo'lib ketadi. Ammo bu juda qiyin. Nega bunday deyapman? Bu guruhlarda har bir guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalargina Osiyo Kubogiga yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Hozir esa Shri Lanka terma jamoasi birinchi hujumini tashkil etmoqchi. Uchrashuvni boshlab berishdi. Birinchi daqiqa o'tib boryapti. Men esa sekin. Hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi qaytamiga. Tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqib, shuningdek mezbon 4 ta jamoa yo'llanmani qo'lga kiritib bo'lgan. Qolgan 8 jamoa bilan jami 12 ta jamoa 3 guruhga bo'linib turadi. Ishtirokni boshlayman. Mana bu uzatma. Gol bo'layotgandek ko'rinadi. Imkoni bo'lmadi. Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 da esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Uzatma ko'ramiz hozir. Katta ehtimol bilan. Ko'rinmayapti deyarli. Biz esa kutamiz. Ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Ha, zarba kuchsiz, lekin gol. Bhandari dubl muallifiga aylandi. Demak, gol emas ekan. Inobatga olinmadi. Bhandarining o'zi bir kayfiyati ham juda bir boshqacha ko'rindi. O'sha epizoddan, ya'ni u yirik planda namoyish etilgandan so'ng. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bhandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham.
yelkasi bilan yuqoridan tashlab qo'ydi hozir. Nepal sardori Sabitra Bxandari. Goal for Nepal scored by player number 9. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Gol muallifi Nepal terma jamoasining 9-raqamli futbolchisi Sabitra Bxandari. Ammo tayyorgarlik ancha yaxshi. Sivanis Varanda, shuningdek bu yerda Imasha Stefni Dias ham bor. Aynan Dias zarba berishga qaror qildi. Yomon emas. Nishat Xokar markazga Raibu. Bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi umumiy gollari soni 7 taga yetdi uni. 7 taga yetdi. Goal for Nepal scored by player number 9. Sabitra Nepallik muxlislar Uchrashuvga kelishgan qo'llab-quvvatlash uchun jamoani. Nepal terma jamoasining 9-raqamli futbolchisi Sabitra. So'nggi soniyalar birinchi bo'limdagi o'ng qanot tanlandi bu safar ham. Birinchi raqib aldab o'tildi. Ikkinchi qavatni uzatma. 5-golni ko'rmaymiz shekilli. Qaytarib berdi. Endi ko'rsak kerak. Voy. Bxandari. To'g'ri. Sabitra Bxandari so'nggi epizodda zarba berdi va hech narsaga erisha olmadi. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Nepal katta ustunlik bilan harakat qilyapti. Hat-trick muallifi bo'ldi mana bu futbolchi. Va birinchi bo'lim 4-0 hisobida yakunlandi. Hozircha tanaffus. Bunyodkor stadioniga qaytganmiz qadrli do'stlar. Shri Lanka hamda Nepal terma jamoalari o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bahslari ikkinchi tur o'yini F guruhida Nepal terma jamoasi birinchi taymdan so'ng 4-0 hisobda g'alaba qozonmoqda. Jamoa sardori va yetakchisi Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylandi. Umuman 4 ta gol urdi jamoa va o'zgarish bo'lganini ko'ryapmiz. 15-raqamdagi futbolchi Sanduni Sevmini o'z o'rnini 17-raqamdagi Imishaga bo'shatib berdi. Shri Lanka terma jamoasida Navanjana Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar, qoida buzilgan deb topildi mana shu vaziyatda. 10-raqamdagi Rashmi Kumar Gisi yiqitildi jarima maydoniga kirgan chog'ida. Rashmi Kumari Gisi hujumchi, markaziy hujumchi, lekin asosan Sabitra Bxandarining ortida o'ynamoqda. Darvozabon Sakura Sevandi Subadi kerak. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Boy 10-raqamli ko'ringan edi, biroz adashgan ekanmiz. Gitarana zarba bergan. Jabrlanuvchi Kumari Gisi emas. Himoyachi Gitarana penaltini ishonchli tarzda amalga oshirdi, darvozabonni chalg'itdi. Timorda 1 ochko, Mo'g'ulistonda 0. 62-daqiqa, 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar, 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, A guruhi bahslari hali boshlanmagan. Eron, Iordaniya, Livan, Singapur, Butan
joy olgan guruhdan va o'yinlar Qatarda bo'lib o'tadi. Bu o'yinlar 7-iyul sanasida start oladi. Men aytib o'tdim, Shimoliy Koreya umuman boshqa daraja ayollar futbolida. Ikkinchi tur o'yinlari endi bo'lib o'tadi u yerda. O'ng qanotdan yurishni ko'ryapmiz. Nepal jarima maydoni ichiga kirib bordi. Qaytarildi. Xokar zarbaga aylanib ketdi. Mana shu uzatmasi. Darvozabon qiyinchilik bilan bartaraf etyapti ushbu chikkada. 12-raqam egasida. Shifokorlar tushdi. Substitution for Nepal. Player number 10, Rashmi Kumari, replaces Hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi darvozaga zarba ustunga tegyapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi, lekin jonli devorga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun gol inobatga olinmadi. Ray to'pni oldirishga bir baqiya qoldi. Pas Ali Zidanni o'xshata olmay qoldi. Nepal vakilasi unga raqibasi xalaqit qildi. Out. Yaxshi. Ulgurmaydi. Endi himoyachi shu yerda ham o'tkazib yuborsa, terma jamoa darajasidagi futbolchi bo'lmaydi-da. Ya'ni darvozabonga eng ko'p yordam berayotgan o'yinchi. Bu esa boyiga jarimadan yo'llangan zarba. Nepal terma jamoasi tarkibida. Demak, 7-raqamda o'ynagan futbolchi Renuka Nagarkote o'rniga 13-raqamda maydonga tushyapti. 18-raqamda o'ynagan Sabita Rana Magar o'rniga o'sh zarba bera olmadi. Chandra Bhandari. Ikkinchi raqamdagi futbolchi Puja Rana zaxiradan qo'shilgan yana bir o'yinchi. To'pni tepada Puja Rana yaxshi ko'tara oldi yuqoriga, zarba bera olmayapti hozir. Jarima maydoni ichidagi futbolchilar. Ray eng ko'p mehnat qilayotgan futbolchisi shu Ray, Nepal tarkibida. Yaxshi, Puja Rana yaxshi o'ynadi. Jamoadoshiga mana bu Ray chiroyli harakat, uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet. Darvozabon ham qaytardi. 13-raqamdagi Yosh, ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-chisi. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz shu kadrni ovoz bilan yaxshi uzatma. Zarba ko'ramiz. Uzoq masofadan
Aniq borganda chiroyli gol ko'rardik, katta ehtimol. Va ketdi. Va hozir 5 ta o'zgarishni qilib bo'lgan Nepal ustozi keyingi o'zgarishni amalga oshira olmaydi. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0. Nepal terma jamoasi 8-0 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston